Fasad va so'kal qildirdingiz, bit tursiz, shunday holatda sinib ketyapti. Eng qizig'i endi buni shunday olasizlar, qo'llaringda yaxshilab torsalaringlar chiqmaydigandan bo'lib, boltani olib turib, yaxshilab burchagiga qarab qo'yasizlar. Qo'yganlaringdan keyin do'stlar, orqasida rekasi bo'ladi, tushib ketgandan keyin shunday olib turib, bita qo'yasizlar, qatiriladi, shun bilan hamma yo'laring tayyor bo'ladi. Eng qizig'i buni rangi o'chmaydigandan bo'ladi, ya'ni ichki, ya'ni ishlatilgan narsalar, ya'ni rasvorni ichigacha, ranglargacha berib berishgan bo'ladi. Biz hozir sezonsiz biznesga yetib keldik do'stlar. Eng qizig'i shunaqa fasadni plita ishlab chiqarib turib, kuniga $50 dan $100 sof foyda ko'rsangiz bo'lar ekan. Bu biznesni boshlash uchun atigi $3000 dan $4000 gacha pul tiksalar ham bo'lar ekan. Qoliplar sotilar ekan, qoliplari original ekan, ya'ni kauchuk fasonda, ya'ni kauchukda, ya'ni rezinkalar ishlatilgan bo'lar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, atiga 1 kvadrat metri $130 dan boshlab turib $190 gacha bo'lar ekan. Bu narxlarning ichida o'rgatish, dastavka, ustanovka mutlaqo bepul ekan, ya'ni kelib 3 kundan 10 kungacha yeb ichish yotoqlarni bepul qilib berishar ekan. Shu yerda o'rgansalar ham bo'lar ekan. Fasadni plitani alohida olaman desalar 1 kvadrat metr narxi 60 ming so'mdan boshlab 95 ming so'mgacha bo'ladi. Biz turgan joy do'stlar